Bu 14-savol. Demak, bizga quyidagi grafik berilyapti. Gaz birinchi holatdan ikkinchi holatga o'tganda gaz bosimi qanday o'zgaradi deb savol berilyapti. Demak, bu masalani ishlash uchun endilik Klaperon duosidan PV taqsim T teng konstanta degan tenglamasini keltiraman. Demak, mana shundan foydalanamiz. Dastlabki jarayon uchun P1 V1 taqsim T1 teng bo'ladi P2 V2 taqsim T2 ga. Shu yerdan men P2 taqsim P1 ni topaman. P2 taqsim P1 teng bo'ladi. V1 taqsim V2 ko'paytirilgan T2 taqsim P1. Shuni hisoblaymiz. Mana bu chizmadan bizga bilinadi. V1 deganimiz 6 metr kub. V2 deganimiz esa 3 metr kub ko'paytirilgan. Harorat 177 va 27. E'tibor qilsak, mana bu yerda gradus Selsiyda berilgan. Haroratni biz kelvinda foydalanishimiz kerak. Kelvinga o'tish uchun bularni har biriga 273 ni qo'shaman. Natija demak birinchisi 300 kelvin, ikkinchisiga 273 ni qo'shsak qancha bo'ladi? 450 kelvinga teng bo'larkan. Joyiga olib kelib yozamiz. Birinchi navbatda T2 ni yozar ekanmiz. T2 miz demak 450 kelvin. T1 esa 300 kelvin. Qisqartirishlarni bajaramiz. Mana bittadan 0 ketadi. 45 bilan 3 ni qisqartirsak 15. 15 bilan 30 ni qisqartirsak 2. 6 ni 2 ga bo'lsak 3. Demak, P2 teng 3 P1 ga. Bundan ko'rinadiki, bosim 3 marta ortgan. Javob to'g'ri bo'ladi.